Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'pchilik so'ragani uchun talab istaklarga binoan navbatdagi proyektga keldik. Bu yerda ikkita uy qurib qo'yishgan, arzon, qishloq sharoitiga mos xonadon uy quraman deb, uchastka qilaman deganlar shu videoga like bosib qo'yinglar. Bu yerda ikkita bir xil qurilgan hovli. Sizlarga hozir proyektini ko'rsatamiz. Ichkaridagi holat qanaqa bo'lgan, qanaqa qilib qursa bo'ladi va bunga qancha pul ketgan. Mana shuni sizlarga ko'rsatib boramiz. Safardagi Rossiya va boshqa davlatda bizni kuzatib turganlar, albatta kelajakda uy quraman deganlar uchun mana shu proyektimiz chiroyli sharoitda. Qani kirish qismi bo'ladi. Mana shu yerdan kiriladi. Bu yoq kirib kelishda bizni o'sha hovlimizda o'sha kirib kelish garaj qismi bo'ladi. Bu yoqda bitta detskiy, mana kichkina detskiy xona bo'ladi. Bu yoq zal bo'ladi. Bu yoqqa hozir kirib ko'rsatamiz. Bu yoq zal bo'ladi. Bu yog'i ham o'sha o'tiradigan xonasi. Bu yoqda oshxona bo'ladi. Akalar, chiroyli oshxona. Mana bu yerda hamma narsani qo'yib ketishgan. Endi bu yoqda zinapoya bo'ladi. Bu yoqdan chiqiladigan zinapoyasi bo'ladi. Proyekt shunaqa qurilgan. Mana bu katta mehmonxona bo'ladi. Bu yerda 3 ta deraza ko'chaga qaragan bo'ladi. Bu hovlimizni ichkari tomondan ko'rilishi. Ikkitasi ham bir xil qurilgan ekan akalar. Xullas, bu garaj qismini ko'rinishi, hurmatli obunachilar. Oxirida qancha ketgan bu yerga hammasini sizlarga uy egasidan so'rab hammasini aytamiz. Xo'p, bu hali bitmagan. Bu yoqda ikkita variant bor deyishyapti. Birinchisi mana bu lagalarni olib tashlab, stoyashka qilib, tagiga topli pol qilsa bo'ladi. Yoki bo'lmasa, ustidan shundoq pol taxtani yotqizib yuborsa bo'lar ekan. Bu yoqda o'sha dush, hojatxona hammasi nimalargacha bo'lar ekan. Bu tomon obshi zal bo'ladi. Kelajakda bu yoqda yana qo'shimchasiga uy qurib olsa bo'lar ekan, hurmatli obunachilar. Hurmatli obunachilar, mana ko'rib turganingizdek, ikkita hovli shunaqa qurib qo'yishgan ekan akalarimiz. Bu yoqda endi ketgan rasxodlarga keladigan bo'lsak, betonni o'sha paytda 35 ming so'mdan 1 kvadrat metrni qo'yishgan. Bu yerga umumiy hisobda 50 ming g'ish ketgan ikkita uchastkaga. Obshi 25 ming, 26 mingdan ketgan ekan. Endi eshiklarga keladigan bo'lsak, eshiklar mana bular 1 million 200 ming atrofida tayyorlangan, 1,5 million bu yoq deyishdi. Bulariga o'sha 1 million atrofida ketgan. Xo'p, g'ishtlarini aytdik, hisoblab chiqaverasizlar. Hozirgi paytda, endi o'sha paytda 300 so'm, 250, 300 atrofida bo'ladigan bo'lsa, hozir g'ishtlar qancha? 500 so'm bo'ladigan bo'lsa ham summasida raznica qilib qoladi. Bu yoqda akfalar, o'sha plast qo'yilgan arzon akfadan. Bular ikki qanotli bo'ladi. Где-то 650 ming atrofida har bittasi olingan. Mana shu derazalar, 4 ta deraza, bu yoqda yana 3 ta, bu yoqda yana 3 ta derazalar olingan. Mana shu tom qismiga keladigan bo'lsak, hammasiga o'sha nima o'rnatilgan, rossiyskiy chublar, strapellar qo'yilgan. Bu yoqqa bo'lsa terak bosilgan. Bu teraklarni har bittasi o'sha 80 ming, uzog'i 100 ming atrofida 4 ga 20 holatda ketgan. Bu yoqda laga qo'yilgan. Endi o'sha paytda laga qilaman deyishgan. Hozir hamma
nima qilishyapti? Lagani o'rniga stoящий qilishyapti-da. Tagidan o'sha nimani bosib yuborishyapti. Topli pol. Bu to'sinlar keladigan bo'lsa, akalar, bu patolog bilan o'sha tepa cherdakni ostida qolib ketadigan nima, bu yerga ham juda baquvvat qo'ysangiz ham bo'ladi, lekin oddiyroq o'sha обычный hamma qo'yayotgan nima to'sinlardan qo'ysangiz bo'ladi. Mana shu to'sinlar hammasi 85 ming so'mdan sotib olingan. Tepaga ketadigani mana o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Hech qancha raznica qilmaydi. Orasini o'sha 50 tashab turib qilsangiz, o'shanda vес tushganda egilib qolmaydi. Zinapoya qilinadi. Zinapoya qilinadi. Bu tomonda pol taxta qilinadi. Bo'ldi, shpatilovkasini qilinadi. Shpatilovka qilib bitta abo yopishtirilsa, uy tayyor holatiga keladi. Bu yoqqa bo'lsa, asfalt yotqiziladi kelajakda. Asfalt qilinganda, bilasizlar, asfalt oyog'inglarni nima qilmaydi, zak o'tkazmaydi, uyga zax bostirmaydi va u foyda. Hurmatli obunachilar, qishloq sharoitiga, bu nafaqat qishloq sharoitiga, balki shahar markazlarida ham mana shunaqa chiroyli uy qurishni rejalashtirgan akalar bo'lsa, bularga yaxshi tavsiya deb o'yladim. Kim shunaqa uy quraman deb yurganlar bo'lsa, kommentariyada izohlarni qoldiringlar. Kamchiliklar bo'lsa, uzr so'raymiz. Keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun faqatgina obuna bo'lishni tavsiya qilamiz. Obuna bo'ling va like bosing, kommentlarda o'z izohinglarni yozib qoldiring. Keyingi videoroliklarda yana boshqa o'sha uylarni sizlarga obzorini qilib beramiz. Barchaga rahmat.